Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 8-dekabr Konstitutsiya bayrami. Hammangizni bayram bilan tabriklaymiz. Demak, sog'inglar, salomat bo'linglar. Yangi yil ham oz qoldi. Xudo xolasa, sizlarga yangiliklarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, Jetour avtomobillaridan hozir 3 dona keldi tozasidan. Salon bahoda, hali yurmagan mashina salon bahoda beramiz. Salon bilan solishtirib ko'rib olaverasizlar. Bizda endi barter xizmatimiz bor, hamma biladi. Любой mashina barteratib olsak ham bo'laveradi. Avtokredit ham chiqarib beramiz. Xullas, ustida gaplashaveramiz. Demak, bir dona Jetour Dashing, keyin Restyling Jetour X70, keyin Jetour X50 modelining 3 dona mashinamizni videomiz davomida obzor qilib beramiz. Demak, bu 1.5lik pozitsiyasi, hali bez probeg, shot spravkada hali nomeri olinmagan, salon bahoda beramiz mashinamizni, ya'ni 327 million so'm. 1.5lik motori, 25-yil paket mashin. İşlerini görsünler. Taptaza durdu. 20-30 kilometre tuttu maşini. Hemen nasip etsin. 327 milyon so'm. Naliçi olsa üstünde. Şimdi salon bakayında, salon bakadan bunca qaytib bo'lmaydi, doğru tushunasizlar. Eldinden 100 milyon so'm bersizlar 6 milyon 700'den chiqadi ekan oylik to'lov. 2025 X70 restyling pozitsiyasi bu. Qarang o'tirgan yo'qmi? 30 kilometr yurib turibdi. Bam shu paket hali nomeri taqilmagan shot spravkada. 301 milyon so'm bahosi, 95 milyon bersizlar 6 milyon 200 ming so'mdan chiqadi. Yana. İşler. Paket maşin. 7 mesta maşinimiz. Mana ibera o'tirasiz mana. Ibera o'tirasiz mana deymi? Ibera. Kelasan bu yoqda yana birisi. X50 modeli 2025 sanat. Bam shot spravkada minam salon bahosida beramiz. Yana ya'ni 275 milyon so'm. Mashin. Bez probeg. Aybi yo'q içerisinde. Salon paket hali. Yani işleri, gülçekleri, sidenaları şimdi bo'ladi. X50 modeli bu. Bu 5 mesta. Yani arka bagaj ham keng. Paket turibdi. 275 milyon. Chiroyli mashina, zo'r. Elde ablisovkalarni ko'rib turibsizlar. Neobычный stilda ishlangan. 275 milyon so'm. Eldinden 85 milyon so'm berasizlar. Oylik to'lovi 5 milyon 650 ming so'mdan chiqadi. Yana ko'rib olaverasizlar. Mashinalarimiz ko'p, markalarimiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga assortimentlarni ko'paytirib turibmiz. Kutib qolamiz hammangizni. Naqd pul, barter, kredit asosida ishlayverasizlar. Keyin Kia K5 bundayna 23-yil 57 ming probeg, propanda bezlik variantidan ko'za salon, bahosi 290 milyon so'm, qora svet. Родной kraska. Ko'rib olaverasizlar. Avtomarketda kutib qolamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, kun davomida kelib bemalol avtomobillarimizga ketaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.